Sizlar qanday qaraylar, Qazikalan Hazrat? Bu mektuplarning hammasi Halab qozisi haqida kelgan arz shikoyatlar ekan. Sizlar ko'rib chiqdingizmi? Qozilarni yig'ib, uni mansibidan ip tashlaydi. Bo'landi. Qozi ustidan gumon paraz bilan hukm chiqarsak bo'lmaydi, xalifa. Undaq qanday qilamiz? Bu arz shikoyatlarning ko'pinchisi hiyilada qiladi. O'g'ir qaroqchilar yoki qozini xolmaydigan kishilar yozgandek turadi. Qozilarni zolim yoki parxur chiqib qoladi. Uni mushundaqli tashlab qo'ysak bo'lmas, Qazikalan Hazratlari. Albatta bo'lmaydi. Men Halabga berib bu ishni tekshirib kelay. Qachon yo'lga chiqila Hazratlari? Bir qancha kun ichida qoldirash da'vo dasturlarini oyoqlashtiriblar. Darhol yo'lga chiqay. Oldu kılın Safa. Çeynek eğir, küçep kalsız. Siz gördüm kılay dedi ama ben bugünlen soğurmam. Meyliga qo'ying vadida. Safa savobga sherik bo'lay debdi. Aslan buva. Üzman qizim. Uni ochsanlarni yenida qo'y. Qazikalanning qo'lida texim baxtli bulam degan deyman. Unda olmaydi. O o'z oilasi bilan quyosh nurida, sap havoda ve siz sug'urayotgan suda baxtli bo'la oladi, qizim. Rost shundoqmi buva? Qarang qizim. Gulmo shundoq deyotdi mana. Allah nəvirlərə bərəkət bəsun Qazikalan Həzrətləri. Bular gündən güngə ilimlik, əxlaqlıq bo'lib o'syotidu. İnşallah. Bu o'g'irlangan mallarning hammasi qarashlar turgan joydan qo'lga tushirdik, Yasavul begi. Yaxshi qildinglar. Bütün shaharni o'g'ir qaroqchilardan tamoman tozalashinglarni umid qilaman. Bu biz qo'lga tushirgan o'g'irlangan narsalarning bir qismi Yasavul begi. Ularni egalariga qaytaringlar. Faqat bir muncha nima ayta. Kechirsizlar begim. Alloh martabalarini ustun qilsin. Bir muncha oyoqlar qoldi. Mushum xijil bog'ida gapma, ha? Bir qism galvonlar oyoqlarini saqlayolmay o'g'riga berdi. Ha? Mening oyog'im Allah narsa zoyi bo'lib ketmaydi ekan. Sizlarning oyoqlarini o'g'riga berganmi begim? Nima? Bo'ldi to'l vaqtimni olmay. Qaytinglar. Ha? Qaytinglar. Chiroyli oyog'im. Bir kuni qaytib kelishingga ishonchim bor edi. Ajab yaxshi bo'ldi. O'rinlarga boshqa birsini avasil bo'lmamdi ota. Unda qilolmayman, Salma. Qazikalan o'z berib ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rish kerak. Xeyli uzun turib qolamdilar? Bilmayman, uzrab ketishim mumkin. Safarning asosi bo'lishi, muvaffaqiyatli bo'lishi uchun duo qilaman. Inshaalloh qachon yo'lga chiqay deylar? Xudoyim buyursa, mushu 2 kun ichida. Safarga chiqib ketadiganliklarini ballag'a hozir aytmay turay-a? Shunda qiling. Kelinglar, qissasining davomini endi aytib beray. Mana keldik buva. Qissa. Bersisaning buvoqni o'ltirib o'tgan kerak kelgan to'q. Qiz Rimonda buvoqi uchun lozimatli narsalarni tayyorlayotganda Barsesa buvoqni o'ltirib ko'mish bilan aldirash bo'lib ketdi. Qalin kiyimlarni olib keldim. Uxlab qoldimi? Qarab baqay. Balam ko'rinmaydi-ku. Balam nerede? Barsisa. Balam qani? Balam qani? Barsisa. Qilishga tegishli ishni qildim. Tushunmadim. Balam qani? Balam qani? O cho'qim bizga ornimiz ekilatdi. Vaqtida qutuldik. Uni o'ldiryaptingmi? Yolg'on aytyapsan. Balam qani? Balam qani? Balamni teppa. Barsisa. Balamni teppa. Balamni. Sen bilmedimmi? Balam o'ldi. U o'ldi. Yok. Yok.
yalvaray. Balamni deb. Men kishilar orasidagi obro'yimni saqlash uchun uni o'ldirib o'z qo'lim bilan dafn qilyaptim. Endi xotirjam yashaymiz. Xotirjam. To'g'mi? Yaşaymiz. Qanday yaşaymiz? Sen balamni öldürdün. Onu öldürgüce men öldürüyorsan çok. Bu azaplarını bırak. Zuvanan yık. Kishilar anlab qoladi. Şunu da qo'rqotam sen. Hammanglarga deyman. Zuvanan yık da'vatim. Nishga so'livatmasam, yaxshi gap onimga deksam. Raymonda. İkimiz yalğız qaldık Bersisa. Qani so'zni sizlar. Sizning ko'rsatmalar bo'yicha Buvaqni o'ldirib etdim. Men uni o'ldirsin dedim ha. Bu Arnumusdan qutulishlari kerak dedim. Hozirgi gap Raymonda. O ertadan kechki sarangdek vaqirab-jaqirab o'ltirdi. O qayerda? Uyga solib qo'ydi. Bu cho'ng xatolik bo'pti. Birasi u yerdan o'tib qolsa, uningdan yordam so'raydi. Yoki sening kishilarga boshqa deydi. Unda qanday qilsam bo'ladi? Unutib qolmasizlar. Uning qalbi yaralandi. Yurak parisidan ayrildi. Unda qilsam gap qilolmaydigan bo'ladi. Bu ishlarni hech kimga tinmaslik kerak. Shundaqmi? Bu qiyin savol bo'ldi. Ayol kishi hayotli bo'ladi ekan, tenini hargiz boshqarolmaydi. Undaqda uni o'ldirib etay. To'xtasizlar, Bersisa. Anguloq shaytondan. İntayin yaxshi qilding, ah shayton. Uning chandurmay qopqinini desatding. Chiqib ket. Sen yeni nim qilmoqchi? Sizga azar bermoqchi emasman. Eg'izingizni ching tutib, bo'lgan ishlarni boshqalarga tushunmasangizlar bo'ldi. Xalq odam oldida rasvo bo'lishdan qo'rqatam sen. Men hargizmi sukut qilmayman. Buni bilib qo'y. Mana boshqa tanlash fursati bermadim. Raymonda. Meni ikki qatim o'ldirib bo'ldi. Sana ishonch qilgan bir o'ldirdim. O'g'limni men tatib, yendirib o'ldirdim. Seni o'ldirmay amalim yo'q. O'g'limni yeniga yo'qqa sep qo'yay. Ey Allah, günahımı, nadallığımı, xatolığımı keçir. Sen mağfiret qiluvchidirsan. Singilimiz qandoq bo'lib o'lib ketdi hozirda? Qattiq og'rib yetib qoldi. Shuncha tirishgan bo'lsam, qutqizib qololmadi. Uning holidan obdan xabar oldiganligingizga ishonamiz ustoz. Biror tip chaqirib ko'zitib boqmadingizmi? Tib chaqirib qo'g'icha ulgurolmadi. Qazoyi qadir. Xudoga shukr. Yerim sizlarga Ahmad Solih Zoidning yanında qoldi. Niyat sizning o'stishlari musharraf bo'ldi. Namazini o'zim tushdim. O'z qo'lim bilan dafn qildim. Dafna. Andaqda bizda tuproq ishiga boshlab bosila. Xavf yo'qlash ancha yaxshi ish emas. Bo'ldi. Ba'malla. U degan bizning singlimizning ustoz Bersisa bilan gap talashyaptamsan Bersom. Bo'ldi qil. U degan olim tursa. Kechiring aka, undaq demoqchi emasdim. Singlimiz uchun ko'p jafolarni chekdingiz. Rahmat sizga. Men majburiyatimni ado qildim xolos. Hey, sen kim? Men yo'lovchi. Singling qayerda? Singlimni ismi Sama. Allah onun rahmet qilsin. O o'lib ketdi. Singling o'ldirildi. Uni Bersisa. Ha?
Sen Bersisa ustazga töhmet qilib ketindingmi? Qo'lingda dalil isbotla ba. Rostdan otamsan? O'zing qarab baqqan. Deganlarimning rost ekanligini bilib qolsan. Galit tush ko'ribdimi? Men bu bek yomon tush ko'ribdiman. Men ko'g'inimni sizlarda yoshirmayman. Tushimda singlim Rimondaning qabrisini ko'rdim. Men bu o'xshashli bir tushni ko'rdim. Bir yo'lovchi ko'z tutib qo'ydi. Tushimdagi odamning aytishicha, singlimiz hujursining yeniga dafn qilinibdi. Shunda ishqni o'ng'dar kirgan. Ishqiga cho'nqurliqda deydi. Endi Bersisadan bo'lgan bir balasi bor. Hammamizning o'xshash bir tushni ko'rishimiz mumkinmi deyman. Bu ishni hozir aniq deyishimiz kerak. Ne bo'ldi sizlarga? Men degan Zohid Bersisa. Zulanını yık, abla. Gapimni angla. Gaping bo'lsa, shohqa, vazirgida yoki butun xalq olamida so'zla. Nishqa, mening o singlinglarni rasvo qiladigan sizlar. Sizlarga to'lam beray. Meni qo'yib o'tinglar. Og'zingni yum. Yana gap qiladigan bo'lsam, Meni o'shunda qashlab qo'ymoqchimisizlar? Shahar xalqini boshlab kelamiz. Bütün xalqi olam sening Abdubashirangni bilsin. Anladingmi? Unda qilmanglar. Unda qilmanglar. Yo'q. Yo'q. Oh, rasvo bo'ldi. Rasvo bo'ldi. Karamitini ko'rsatib qo'yding, ah shayton. Sening shaytonligingga men yiroq qilyapman. Tek ko'nglimdagidek bo'lmi deb birim. Ko'nglimdagidek. Qandaqsiga Zohid Bersisa buzuqchilik qildi. Ikki jonni o'ldirdi. Yana rozi bo'lmadingmi? Yana qandaq qilmoqchisan, ah shayton? Qani ayta. Eng og'ir chekka tek yetib bo'lammi deb birim. Yana qandaq planlaring bor? Ha? Hozirlik ko'rila iblis birim. Meni qutqizib ol do'stim. Hamma qilgulikni o'zlari qildilar Zohid. Men endi Zohid emas. Men buzuq, yolg'onchi, qotil. Meni qutqizib olsizlar. Endi bo'lganda qanday qutqiza olayman? Nimishqa Allohdan qo'rqmadilar. Sizlar Bani Isroil ichidagi eng taqvodor odam turib, nimishqa oyoq qilmadilar. Yaramni tatlavamisizlar. Yaramni tatlavamisizlar. Oxirida qizning akillar oldida jinoyatlarni e'tirof qilib bo'ldilar. Endi bo'lganda qo'limizdan hech ish kelmaydi. Alloh sizlar sababchi. Sizlar meni uni bilan paranglashqa, yolg'iz qilishga undidilar. Doim kallamni qaymoqtirdilar. Yana texi. Yana nima? Qani demamsan? Şeytan. Oxiri to'nidim. Sen şeytankensen. Oxiri to'nidim. Ammo to'limi kechikdi. Bu sening intayin nodonligingni ko'rsatib beradi. Men gunohsiz haqiqatni e'tirof qilaman. E'tirof. Kishilarning ovozi anglayotdi. Ular kelyotdi. Meni qutqizib ol. Mening shaytonligimni bilib turibmi? Yana mendan yordam kutyapsan? Boshqa chorem qolmagan tursa. Mendan boshqani ko'rolmayapsan ya. Bo'pti, undaqda yordam qilay. Tez bo'l. Ular kelsa meni o'ldirib yetdi. O'ldirib yetdi. Ular seni o'ldirib yetdi. Bunisi aniq. Oldingda faqat birli tanlash yo'ling bor. Tez ete. Nima amal? Menga birli sajda qilsang, seni qutqizib qolaman. Qutqizib, qutulib qolasan. Bo'ladi. Sajda qilay. İblis birim, mana endi vazifamni butunlay o'rindab bo'ldim. Sana sajda qildim. Meni qutqizib ol.
Ahire mening kutganimdek qilding. Natijada Parvardigoringga kofir bo'lding. Men sendan ado judaman. Men olamlarning Parvardigori Allohdan qo'rqaman. Zinaxor ana, qotil ana, uni o'ldiringlar. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. Pek ecilişli kız ki bu. Muhimi qissalarni anlab nurg'un narsalarni his qilsak bo'ladi. Elbette buva. Siz nimalarni his qildingiz, Sayfiddin? Kichik gunohlar odamni cho'ng gunohlarga so'rab ipardi ekan. Men shuni tushundim buva. To'g'ri, afirin. Yana bir ish bor ota. Qani so'zlang Salma. Shayton odamga yaxshilik yo'li bilan yiqilishi degan. Qanday deysiz? Shayton Barsisani to'zoqqa tushirish uchun Barsisaga yaxshilik va odamgarchilik nomidan qizni yo'qlashni, endi turishni aytdi. Shundaqmi ota? Bek yaxshi tushunibsiz qizim. Xudoyim buyursa sizlarga ati yangi qiz so'zlab beray, bolalar. Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ah kömüllerini kürür Yığazar birle kudur Yuyup tüker gözyaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberini tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz bir Hem tutulmaz hem acayip Kur'an'da Var hakkında isler Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eyle bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurluğu kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tevbe kılsa günahkarlar
Sevdikarga iman kanattı Pervaz kini